San'atni o'ldirishayotganlar gapiryapti shu narsani. Sherali Jo'rayevdan tortib, siz aytgan odamlar ham bitta qatorda san'atkor, qo'shiqchi. Yana buni aks tarafi otarchi bo'lib qoldi. Tozalash payti kelmadimikin? Ya'ni jonli ijroni tatbiq qilish tarafdoriman. Ayta olmadimi? Qonuniy javob bersin. Jazolansin jonli etolmagan. Jonli ijroga o'taylik. Искусственный intellektda qildingiz. Tanildingiz? Antigi 30 yillik xonanda ham siz qatoringizda xonanda. Otarchi. Bu qanchalik to'g'ri? Juda kamaydik. Qo'shiqchilikka, o'zini ijodiga mas'uliyat bilan qaraydiganlar deyarli qolmadi. Afsuski, ikkita san'atkor qoldi. PR ga qiziqmaydigan, haqiqatan mehnat qiladigan san'atkorlar qolmadi. Ikkita bor. PR biz ham qilganmiz. Hali PR bo'lmagan paytda qilganmiz. Lekin me'yor bor. Me'yor. Bir-birini sharmanda qilish darajasida, kimdir obro'sini to'kish darajasidagi PR oqibatini o'ylamaydi-da. Pistonchasan, mana bunaqasan. E'tiborga chiqib qolsa bo'ldi. Qarang, naqadar ayanchli ahvollar. Hamkasblarimiz mana shu arzon PR juda oshib borishdi.